Assalamu alaikum hürmetli televizyon köylüçüler. Uygur televizyonunun gündelik haberlerini görüşünlerine karşılayız. Şarkı Türkistan'da Uygurlar kanıcıqlab Xitay bayramını ötküzmekte. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'nin 41. nöbetlik yığınında Uygur meselesi müzakere kılındı. New York şehirde ötküzülgen özgücü namoyish. İstanbul Atatürk aerodromida Dünya Fen-Texnik Musabaqasi ve ko'rgazmasi ötküzüldü. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. 13 sentabr günü Xitayning an'anaviy bayramlaridan bo'lgan Tavuz yog'ini bayram bo'lib, bu kunda Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar Xitoylarning odatlari bo'yicha bu Xitoy bayramini qutlab yuqori kayfiyatda o'tkazishga majburlangan. Tangritog' to'rining xabarida aytilishicha, har qaysi nahiya va shaharlardagi Uyg'urlar o'zlariga tushgan xizmat guruhlaridagi Xitoylar atalmish qo'shma Xitoy tuqqanlari bilan bir dasturxonda o'tirib birlikda tabriklagan. Sharq Turkistonning har qaysi joylarida yerlik hukumatning o'rinlashtirishida Uyg'urlar shu kuni Tavuz yog'ini kechasi panus saylisiga tashkillanib, Xitoy klassik she'rlarini deklamatsiya qilish qatorliq Xitoy tusini olgan faoliyatlarga o'rinlashtirilgan ekan. Hamda Uyg'ur xalqini mazkur faoliyatlarga bahona sabab ko'rsatmay aktiv qatnashib, o'zining Uyg'ur emas, balki bir Junxo xalq ekanligini ta'kidlagan. Shuning bilan bir vaqtda atalmish Xinjiang raisi Chin Chuangu Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligining 70 yilligini xotirlash arifasida barliq ishchi xizmatchilarni atalmish yuksak hushyorlikni saqlashga chaqiriq qilib, muqimlik tadbirlarini qat'iy ijro qilib, inoq jamiyat va muqim jamiyatni asos qilgan umumiy vaziyatni saqlashimiz lozim degan. Analizchilar bu vaqtda fikr qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlar xos bayramlarni o'tkazishga chaq qo'yib, Uyg'urlarni Xitoy bayramlaridan tabriklashga tashkillashi cho'ng bayram mezgilida atalmish ko'ngilsiz voqeaning yuz berishidan andish qilayotganligining ifodasi dedi. Erkin Osiyo Radiosi xabarida 16 sentabr kuni Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişining 41. nöbetlik yig'inida Uyg'ur masalasi, bo'libmi jazo lagerlari masalasi to'g'risida keskin muzokara olib berildi. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqun Aysa Efendi 17 sentabr Shveysariyaning Jeneva shahrida davom qilayotgan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişining 41. nöbetlik yig'inida qatnashib, Uyg'ur masalasi bo'yicha bir yurish faoliyatlarini boshladi. Onun aytishicha, mazkur yig'in 9 sentabr kuni boshlangan bo'lib, 16 sentabr kunidagi yig'inda Xitoyni qo'llayotgan musulmon davlatlar tanqidga uchragan. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqun Aysa Efendi bu vaqtda to'xtalib, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişining 41. nöbetlik yig'ini 9 sentabr kuni boshlangan bo'lib, 25 sentabrgacha davom qiladi ekan. Dünya Uyghur Qurultayı Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligiga va jazo lagerlariga qarshi faoliyatlarini kuchaytgan. Shuningdek, Xitoymi Birleşken Devletler Teşkilatı'dagi bu xil ta'tir tashviqotini kuchaytgan bo'lib, 40. navbatlik yig'inda Uyg'ur avtonom rayonining muavin raisi Erkin Toniyazni so'z etgan bo'lsa, bu qitimqi yig'inda, ya'ni 16 sentabr kuni atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik Uyg'ur tibobat oliy texnikumining mudiri Tursunjon Xo'ja Ahmad ismli kishini so'ziltib, o'zlarini oqlashga tirishganligini bayon qildi. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqun Aysa Efendi 17 sentabr kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'da Dünya Uyghur Qurultayı, Xalqaro kishilik huquq mulozimat markazi va advokatlar jamiyati birlikda Xitoyning qonunni ijro qilish temasida yig'in chaqirilganligi. Yig'inda Dünya Uyghur Qurultayı programma mudiri Peter Ervinning so'zlaganligini, nuqtali holda Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasini anglatganligini bayon qildi. 18 sentabr kuni Dünya Uyghur Qurultayı vakillari yana Birleşken Devletler Teşkilatı'da o'tkazilgan Kişilik Hukuk Kengişining 41. navbatlik umumiy yig'ini qatnashib, 190 dan ortiq davlatning vakillari qatnashgan bu yig'inda Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyatini anglatdi. Dünya Uyghur Qurultayı rahbarlarining Birleşken Devletler Teşkilatı'dagi faoliyatlari bir hafta davom qiladigan bo'lib, bu bir hafta jarayonida ular ko'plagan davlatlarning Birleşken Devletler Teşkilatı'dagi elchilari bilan ko'rishidi ekan. Hamda Birleşken Devletler Teşkilatı'da chaqirilgan turli mazmunlardagi yig'inlar qatnashidi ekan. 17 sentabr kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'ning 74. qitimliq umumiy yig'ini Birleşken Devletler Teşkilatı'ning New York'dagi bosh shtabida ochilgan bo'lib, bu munosabat bilan markaziy New York shahriga joylashgan va asosliq Yahudi o'quvchilar tomonidan qurilgan Uyg'ur ralli guruhi bilan Uyg'ur harakati birlikda New York shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida o'zgacha bir namoyish o'tkazdi. Xitoyning New York turishliq bosh konsulxona binosining qarshi tarafidagi Hadisun daryosi bo'yiga Uyg'ur, Yahudi, Hong Konglik va boshqa amerikaliklar bo'lib 30 ga yaqin kishilar to'plashib, cho'ng rasm tushirish apparati orqali vatanimizdagi jazo lagerlariga munosabatli tashviqot rasmlarini Xitoy konsulxona binosiga tushirish orqali vatandagi lagerlarga o'z noroziligini alohida o'zgacha usul bilan ifodaladi. Bu faoliyatga qatnashganlarning soni ko'p bo'lmasa-mu, biroq faoliyatga qatnashuvchilar lagerga qarshi bu norozilikning Birleşken Devletler Teşkilatı'ning 74. qitimliq umumiy yig'inining ochilish marosimi kunida Xitoy elchixonasi binosi ustida izhor qilinishining alohida ahamiyatga ega ekanligini bildirishdi. 17 sentabr İstanbul Atatürk aerodromida Dünya Fen-Texnik Musabaqasi va ko'rgazmasiga 81 viloyat va 122 davlatdan mahirlar ham tomoshabinlardan bo'lib, jami 550 ming nafar kishi qatnashgan cho'ng tipdagi ko'rgazma o'tkazilgan bo'lib, mazkur ko'rgazmaga Hira Uyg'ur boshlang'ich maktab o'quvchilari ishtirok qilgan. Musobaqaga eng ilg'or qurol-yarog'lar hamda yuqori fan-texniklik mahsulotlar qatnashtirilib, Turkiyaning dunyodagi harbiy kuchi hamda fan-texnik iqtidori aks ettirilgan.
Aql idrakning namoyandasi bo'lgan mazkur fan texnika mahsulotlarini o'z ko'zi bilan ko'rgan Yerodagi barliq o'moqlarimiz buningdan keyin o'zlarining texnik tirishib o'qib, kelgusida ana vatan Sharq Turkistonni asoratdan qutuldirish uchun barliqini beg'ishlaydiganligini bildirishdi. O'smirlarimizning beg'ubar qalblaridan etilib chiqqan bu samimiy va'da qisqagina bir vaqtda Allohning rahmati bilan ro'yobga chiqqisi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Alloh qamani.